Beshinchi misol. Ya'ni mana bunaqa misollar. Va 6-chi misol ham xuddi mana shunga o'xshagan misol. Nima ish qilamiz? Tevada hammasida 2 bormi? Shunday olib qo'yaman. 2 ni olib qo'ydim va 1/5 ko'paygan 7 plus 1/7 ko'paygan 9 plus va hokazo 1/73 ko'paygan 75. Bunaqa misollarni men sizlarga o'rgatgandim hammasini. Ya'ni kistazar kishiraytir edi. Boshdagi birinchi kasr bilan oxirdagi kasrni olib qo'yamiz. Undan oldin orasidagi farqlar 5 bilan 7, 2 ga, 7 bilan 9, 2 ga, 73 bilan 75, 2 ga farq qilyaptimi? Farqini shunday olib qo'yaman. Ya'ni 2 ko'paytirgan 1/2 bu farqi va ko'paytirilgan boshdagi 1/5 bilan oxirdagi 1/75. Bo'ldi, shuni ishlab qo'yaman. 2 bilan 2 qisqa harakatda bu ikkovi umumiy maxraj 75, shunga 15 beraman. 15 dan 1 ayirasam 14/75 bo'lib qoladi va javobimiz D da turibdi. Bu 5-chi misol edi. Ketdi. 6-chi misol. 6-chi misol ham xuddi shu, faqat buning 5-chi misol bilan farqi 5-chi misolda ko'paytma shaklida, 6-chi misolda ko'paytirilib qo'yilgan shaklida. Shu ko'paytirilgan joyda ko'paytmaga keltiramiz. Ketdi. 1 3 ko'paygan 5. Xo'p, 5 ko'paygan 7. Xo'p, 7 ko'paygan 9. Ahamiyat berdingiz-a, o'sha misolingiz 2 taga farq qilib ketyapti. Demak, ketaveryapti-da, bizga oxirgisi 255. Necha bilan nechini ko'paytmasi bo'lishi mumkin? Necha bilan? Mayli, 15 ko'paygan 17 bo'ladi. Xo'p, o'sha gap. Boshidagi farqlari 2 taga farq qilib ketadi. 1/2 va boshidagi birinchisi bilan oxirdagi 17 ni olib qo'yamiz. 1/3 ayrilgan 1/17. To'g'rimi? Xo'p, bunga 17 ni beramiz, bunga esa 3 ni beramiz va bir yo'la ayirib olsak, 1/2 ko'paytirgan 17 dan 3 ni ayirsam 14/51. Va bu bilan bu qisqaradi 7/51 degan javob bo'ladi xolos. Tushunarlimi? Nice.